Bolaga mehnatsevarlikni qanday o'rgatish mumkin? Bugun ko'plab bolalar tez natijaga o'rganib qolgan. Stanford universiteti olimlari tez mukofot madaniyati bolalarda sabr va mehnat refleksini susaytirishini ta'kidlashadi. Ular muvaffaqiyatni jarayon emas, faqat natija sifatida ko'radi. Bir hayotiy misol. Bola rasm chizadi, lekin chiroyli chiqmagach daftarni tashlab yuboradi. Onasi "Xo'p, sen charchading" deb tasalli beradi. Shu on bola sabrni emas, taslim bo'lishni o'rganadi. Ammo bola natija emas, jarayon uchun maqtalsa, mehnatsevarlik shakllanadi. Ilmiy asos. Harvard Graduate School of Education tadqiqotlariga ko'ra, bolaga "sen iste'dodlisan" emas, "sen harakat qilding, shuning uchun eplading" deyish miyada dopamin tizimini faollashtiradi. Bu esa ichki motivatsiyani kuchaytiradi va mehnatdan zavq olishni o'rgatadi. Shuningdek, Yale universiteti psixologlari growth mindset nazariyasida isbotlanganidek, mehnatni qadrlashni o'rgangan bola xatoni mag'lubiyat emas, o'sish imkoniyati sifatida qabul qiladi. Dunyo tajribasida Finlandiya maktablarida Practice Hours joriy etilgan. Bolalar haftasiga 2 soat davomida bog'dorchilik, ta'mirlash yoki jamoaviy ishlar bilan shug'ullanishadi. Bu orqali ularda sabr, mas'uliyat va mehnat qadri shakllanadi. Shunday ekan, bizda savol tug'iladi. Farzandimizni mukofot bilan ilhomlantiryapmizmi yoki mehnatning o'zini qadrlashni o'rgatyapmizmi? Bu savolimizga mutaxassis bilan birgalikda javob izlaymiz. Bolaga mehnatsevarlikni qanday o'rgatamiz? Bu masalada sizlarga tavsiyalar berib o'tamiz mutaxassis sifatida. Mehnatsevarlik ham har bir bolaning tarbiyasidagi muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Bugungi zamonaviy rivojlanayotgan davrda ota-onalarimiz, ya'ni hammamiz ham farzandimizni bilim olishga, tillarni o'rganishga, texnikani o'rganishga beryapmiz-da. Bola bilim olishi kerak, zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Lekin mana shu olgan bilimlarni agar biz bolaga mehnatsevarlikni, mehnat qilishni o'rgatmaydigan bo'lsak, farzandlarimiz mana shu olgan bilimlarini, o'rgangan yangiliklarini amaliyotda tatbiq eta olishga juda ham qiynalishadi. Shu bolaning tarbiyasida nima uchun mehnatsevarlik muhim? Chunki hayotda hech narsa osmondan tushib qolmaydi. Farzandimizni mehnatsevar qilib o'stiradigan bo'lsak, farzandimiz kelajakda muammolarga duch kelib qolganda ham o'sha muammodan qochmaydi, qiynalmaydi. Bemalol uning yechimi bo'yicha mustaqil qarorlarini qabul qila oladigan bo'lib shakllanadi. Oilada tartib o'rnatilgan. Tartib shunday o'rnatilganki, bola masalan ertalab turgandan o'zini o'rnini yig'ishtirishga o'rganadi. Uy yumushlarida ota-onasiga, aka-opalariga yordam beradi, ko'maklashadi. Bu oiladagi farzand esa bevosita o'sha kichik yoshdan boshlab oilada mehnatsevarlikka o'rgatilyapti. Chunki ota-ona uni qo'llab-quvvatlayapti. Har bir harakatida uni kuzatyapti hamda mehr bilan unga munosabatda bo'lib, shu mehnatini qadrlab boryapti. Shuning uchun bu oiladagi farzand kelajakda yanada o'qishga ishtiyoqi oshadi, turli xil kasb egasi bo'lishga qiziqadi hamda o'zi o'sha oldiga qo'ygan maqsad bo'yicha o'zi xohlagan, istagan, yoqtirgan kasbini egasi bo'lib kelajakda shu jamiyatga xizmat ko'rsatadi. Endi bolani mehnat qil deyishning bu o'zi kam hisoblanadi-da. Masalan, bolani mehnat qil deyish bilan chegaralab qo'yishimiz kerak emas. Farzand mehnatni o'zi sevib qilish kerak, o'zi xohlab qilish kerak. U ham o'zi qilgan o'sha qilingan mehnatni o'zi qadriga yeta olishi kerak. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, mana shu farzandimizni agar biz bugun oiladan boshlab mehnatga o'rgatadigan bo'lsak, har bir uni kichkina mehnatini ham qadrlab, uni ulug'lab, unga alohida e'tibor qaratadigan bo'lsak, bolalarimiz yanada mehnatsevarlikka tarbiyalanadi. Masalan, o'zi ovqatlangan likopchani olib qo'yishga yordam bering yoki likopchani stolga qo'yishga yordam bering deb o'rgatadigan bo'lsak, bolajonlarimiz o'shanda ham mehnatga qiziqib harakat qilishadi. Mana shunday kichkina mehnatga doir topshiriqlarni berishimiz albatta kichkina yoshdan boshlab bolalarimizni mehnatsevarlikka undashga harakat qiladi. Mehnatni jazoga aylantirmang. Natijani emas, yana bir bor aytamiz, harakatni qadrlashimiz kerak. Hurmatli ota-onalar, harakat qilganing menga yoqadi. Mehnating behuda ketmadi. Shuning uchun mana 5 baho olding yoki ko'zlagan maqsadingga erishding deb uni rag'batlantirib borishimiz kerak. Ota-ona har doim o'zi shaxsiy namuna bo'lishi kerak va yanada mehnat qilish ko'nikmalari shakllanib boradi. Hurmatli ota-onalar, farzandimizga o'sha o'qitish bilan birgalikda olimlikka tayyorlashimiz, kasb-hunarni o'rgatishimiz, tadbirkorlikka tayyorlashimiz mumkin. Ammo ulardan ham muhimrog'i mehnatsevarlikni o'rgatishimiz bu hayotda o'zini o'rnini topishga xizmat qiladi. Mehnatsevar bola hech qachon hayotda yiqilib qolmaydi, turtinmaydi, qoqilmaydi, chunki u biladi, mehnat qilgandan keyin uni rohatini albatta ko'radi, uni natijasini albatta ko'radi, uni yechimini topadi yoki harakat qilsa albatta maqsadiga yetadi.